Bugungi Farg'onadagi o'zgarishlarni raqamlarda eshitish boshqa, uni ko'zingiz bilan ko'rib, bevosita guvoh bo'lish umuman boshqa. Mana shu ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni yaqindan tanishtirish maqsadida respublika hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari uchun media tur tashkil etildi. Yangi korxonalar, yangi imkoniyatlar, yangi manzillar, barchasida bir maqsad mujassam: aholi hayotini yaxshilash. Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi hamda ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda Farg'onada Yangi O'zbekiston nafasi shiori ostida tashkil etilgan tadbir qatnashchilari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 27-28 aprel kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi doirasida tanishgan yirik obyektlarda bo'lib, hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar hamda yangilanish jarayonlarini ko'zdan kechirdilar. Dastavval ular Farg'ona shahridagi IT Park majmuasida bo'ldilar. Tinglovchilar shu foundation bosqichgacha qandaydir bir soft skilllardan o'ziga xos tajribaga ega bo'lish kerak? Albatta biz ularda suhbat o'tkazamiz. Tasavvur qiling, masalan, 2000 nafar masalan ularni suhbat o'tkazdik. Bilimlariga qarab turib, endi tasavvur qiling, masalan, barchasi ingliz tilida biladi. Hozirgi kunda mana Farg'ona viloyatida IT eng driver yo'nalishlarga aylandi. Bunga sabab hozirgi kunda bizda 30 mingga yaqin infratuzilmamiz, ya'ni mana davlatimiz rahbarlari tomonidan tashrif doirasida 13 qavatli jami shu 26 ming kvadrat tashkil qiladigan Fergana Digital Hub va undan tashqari yana 5 etajli IT Park Farg'ona filiali tashkil topdi. Bu orqali jami biz bu yilda o'zida rezidentlar sonimizni 139 nafardan 200 nafarga oshirishga reja qilganmiz hamda ularda faoliyat yuritadigan xodimlar sonini esa 1917 nafardan 3000 nafarga oshirishga reja qilganmiz hamda bizda mana oxirgi yillik ko'rsatkichlarda 2024-yilda bizni shu xizmatlar hajmi eksportimiz 6 million dollar tashkil qilgan bo'lsa, 25-yilda biz buni 3,5 baravarga oshirib 22,7 millionga erishdik. Bu yilga biz o'zimizning oldimizga buni 30 million dollardan oshirishga reja qilganmiz. Bugun prezidentni amalga oshirayotgan islohotlari har bitta viloyatda, har bir hududda ko'rinib turibdi va Farg'onada mana shu namoyon bo'layotgan ishlar 5-10 karra yuqori. Bugungi bunyodkorlik, Farg'onadagi qurilishlar, ayniqsa yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni men ko'rib, to'g'risi xursand bo'ldim, havas qilib o'tirdim. Qachon men mana shu tashrif obyektlariga borib o'zim ko'zim bilan ko'rar ekanman degandim. Mana nasib qilib poytaxtdan bir nechta hamkasb jurnalistlar ayni press tur doirasida Farg'ona viloyatidagi tashrif obyektlariga, qolaversa yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, sharoitlarni o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rish uchun keldik. To'g'risi xursand bo'ldim o'zim Farg'onadan bo'lganim uchun. Shuningdek, investorlarga xizmat ko'rsatish markazi Farg'ona Expo xalqaro ko'rgazmalar majmuasi faoliyati ham ko'zdan kechirildi. Bu yerda asosan Farg'ona brendlarini ko'ryapmiz, O'zbekiston brendlarini ko'ryapmiz. Xalqaro brendlar ham kirib kelish bormi bu yerga? Endi xalqaro brendlar bilan shartnoma tuzsak, albatta kelajakda shunaqa xohlagan bir tashkilot bilan yoki kelayotgan bir kompaniya bilan viloyat hokimimiz Haylaytbayevich ko'ryapsizlar, kunda investorlar kelyapti. Ostiga chiqib ko'ramiz. Investorlar qabul qilib, albatta ular bilan gaplashib, shartnoma tuzib, ular bilan kelishuv qilib, albatta ko'rgazma tashkil etsak bo'ladi. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu orzularning ushalishi. Meni juda katta bir hayrat cho'lg'ab oldi. Odam o'zi bilan kelib, o'zining ko'zi bilan ko'rish boshqa ekan. Mana Farg'ona azaldan bilamiz, ulug' yurt, ulug' allomalarni yetishtirib bergan yurt, hunarmandlar yurti. Lekin keyingi 10 yilda amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib ochig'i hayratda qoldik. Bundan 15-20 yil oldin ham Farg'onada bunaqa ishlarni bo'ladi deb odam tasavvur qilish qiyin edi. Biz Farg'onaga ko'p kelganmiz, mehmonga kelganmiz, turli xizmat doirasida, xizmat yuzasidan kelganmiz. Lekin mana shu ayniqsa tadbirkorlarga, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, yaratilgan sharoitlarni ko'rib ochig'i hayratlandim. Yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari, jamoatchilik faollari hamda blogerlardan iborat press tur ishtirokchilarining navbatdagi sayohat manzili Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi Quvasoy filiali bo'ldi. Bu yerda ham ishtirokchilar yirik ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan tanishdilar. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi Quvasoy filiali hozir 13 tadan oshiq xorijiy kompaniyalar ishtirokiy loyihalar joylashtirganmiz. Qariyb 300 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtiriladi. Bu loyihalarda 3000 dan oshiq yangi ishxona tashkil etish belgilangan. Hisoblasam
respublikani viloyatlar ichida eng ko'p Farg'onaga kelgan ekanman. Eng ko'p yildan yilga islohotlar o'z samarasini berayotganiga ishondim, aniq ishondim. Bu balandparvoz gap emas. Juda katta islohotlar bo'lyapti, amalga oshyapti. Yo'llar tekis birinchidan, xalq farovon va ko'p press turlarda bo'lganman, lekin bunaqasini birinchi ko'rishim. IT parkka borganimizda yana aytaman, balandparvoz gap emas, og'zim ochildi. Yoshlarni o'tda ko'rib, yoshlarning ish jarayonini ko'rib xursand bo'ldim. Albatta, qaysidir okeanga borib, yaxtalarga o'tirish shart emas ekan, mana Farg'onaga kelib, shunday ekspo markazga kirib chiqish o'zi o'sha Tinch okeanni va kemada yurgandek bo'lar ekansiz. 8 qavat menimcha ko'rdim, ichi juda zo'r. Endi yana bir narsa yoqdiki menga. Ekspo markazida Farg'ona viloyatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar o'rin olgan. Oddiy qishloq xo'jalik mahsulotlari emas. Paxta, uzum yoki boshqa narsa emas. U yerda men dronlarni ko'rib qoyil qoldim. Bo'lar ekan-ku. Biz nafaqat chiroyli mahsulotlar ishlab chiqib, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan ekanmiz. Bu ham Farg'onani yutug'i emas, O'zbekistonning yutug'i deb ta'riflasak bo'ladi. So'nggi paytlarda yangi O'zbekiston degan iborani ishlatyapmiz, yangi Farg'ona degan ibora ishlatyapmiz. Bu shunchaki balandparvoz gap emas ekan. Men Farg'onaga uyushtirilgan press turida shuni angladimki, yangi O'zbekiston haqiqatan biz faxrlanadigan ibora ekan. Bilasizmi, Farg'onaga birinchi bor tashrifim biz go'zal Farg'onani, vodiyni mana shu teleekranlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali uning go'zalligi, bog'-rog'lari haqida eshitgandik-ku, lekin bugun birinchi tashrifimda o'ziga xos bir yangi O'zbekistonning tarannumini ko'rdim desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ishlab chiqarish deymizmi, qaysi sohada bo'lmasin bir yetakchi viloyatlardan biri ekanligi, mamlakatimizning eng go'zal bir hududlaridan va qolaversa, hattoki men baralla ayta olishim mumkin, dunyoda yo'q bir tajribalarni Farg'ona misolida ko'ryapmiz. Ommaviy axborot vositalari vakillari press tur davomida o'z savollariga mas'ullardan javoblar olishdi. 5-6 may kunlari amalga oshirilgan press turning ilk kunidagi so'nggi tanishtiruv manzili esa Marg'ilon shahridagi Burxoniddin Marg'inoniy ilmiy-ma'rifiy turizm majmuasi bo'ldi. Odatda bir mehmon bo'lib kelgan odam 2-3 yildan keyin kelib turib, bunaqa chiroyli o'zgarganini ko'rsa, bilmadim, xuddi ertakdek tuyuladi. Farg'onaga juda ko'p kelganman ilgarilari, lekin bugungi darajada rivojlanishi menda juda ham katta bir kayfiyat bag'ishladi. Taassurotlarim juda ham zo'r bo'ldi. Nasib qilsa oilam bilan kelib birgalikda xususan Marg'ilonni va Farg'onani ko'plab shunaqa chiroyli joylarni ziyorat qilib ketish niyatidaman alohida kelib. Qurilish jarayonida endi ko'chadan ko'rib o'tib ketardik, lekin ichkarisiga birinchi marta kirishim. Lekin bunaqa bo'lishini rostdan kutmagan edim. Endi dastlab kirganda endi haqiqatdan aytish kerak, rostdan aytish kerak. Juda ajoyib qurilgan. Eng muhimi odamlar dam olgani kelishyapti. Mana o'zi dilimga tuyib qo'ydim, farzandlarimni olib, albatta 3 ta o'g'lim bor, olib kelib aylantirib ketishni bir reja qildim. Juda ham rostdan ham mana fontanlar, boshqa bir majmualar juda ham a'lo darajada qurilgan. Mana hozir Mirzakanov hududida bir ramziy hovlisiga kirdikda. Endi yoshlikda sevib mutolaa qilganmiz. O'tgan kunlar amalni endi hamma o'qigan. O'sha joydagi hatto tandirlar, rayhonlar, ayvonlar rostdan ham haqiqiy o'sha davrda tarixda bir ko'rsatib turibdi, namoyon qilyapti. Endi albatta o'z-o'zidan bo'lmagan, albatta bir mehnat, qancha odamlarning mehnati singan. Mana shu qurgan insonlarning hammasiga rahmat aytamiz. Mana farg'onaliklar uchun ajoyib bir tarixiy majmua bo'libdi, dam olish maskani. Endi o'zbek odatda qachon farzandiga, oilasiga kamaqli ajratadi. Mana hozir ko'rib turibmiz. Juda ham hamma shu yerda mana minglab kamida fontanning yonida minglab odamlar oilaviy dam olgani kelishgan. Endi odatda mehmonlar kelsa, to'g'risi hali aylantiradigan joy yo'q edi. Mulzam bo'lib qolar deydi. Endi bemalol mana uzoq yaqinda mehmonlarimizni kelib aylantirgani ajoyib bir maskan bo'libdi. Bundan juda ham xursandmiz. Endi odatda o'zbek qachon dam oladi? Bir bayramlarda. Hali mustaqillik, Navro'z bayramida sayrlar bo'ladi. Mana hozir shom bo'lyapti. Lekin xuddi atrofda bayramdek tasavvur uyg'otdi. Juda ham xursandchilik zo'r avjida. Endi mana Farg'onada har kuni bayram ruhi bor. Farg'onada har kuni bayram bo'lib qoldi.
Press tur davomida ishtirokchilar o'rtasida o'tkazilgan kichik so'rovnoma taassurotlarni bir nuqtada jamladi. Bugungi Farg'ona yangi O'zbekiston islohotlarining amaliy natijasi aks etayotgan zamin. Xo'sh, ommaviy axborot vositalari vakillari uni qanday ta'riflashdi? Endi qisqa agar ta'rif berish kerak bo'lganda, bugun Farg'onaga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Yangi O'zbekiston nafasi. Bilasizmi, men qisqa ta'rifimni Farg'onada yangi O'zbekiston nafasi shukuhi kezmoqda deb bergan bo'lardim. Bugungi Farg'onaga baho beradigan bo'lsak, hamma yashashni niyat qiladigan, hamma kelishni xohlaydigan bir go'zal maskan deb aytsak bo'ladi bemalol. Eng zamonaviy shaharlardan biri bo'ldi. Tarixiy, zamonaviy va innovatsion deb 3 ta so'z bilan ta'riflagan bo'lardim bugungi Farg'onani. Bugungi Farg'onaga qisqa ta'rif berish kerak bo'lsa, uni qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Obodlik deb ta'rif bergan bo'lardim. Endi mamlakatimizda har bir go'shasi ham obodlik. Lekin Farg'onada mana atrofda ko'ryapsiz, mana gullarni ko'ryapsiz, yashillikni ko'ryapsiz. Bu obodlik, bilasizmi, davlatimiz rahbarining tashrifi mana shu obodlikni yana bir yangi harakatga keltirdi-da, odamlarimizni harakatga keltiryapti va odamlarimiz mana shu go'zallik uchun, yashillik uchun, o'sha manzillarni obod qilish uchun birlashayotganini ko'rishimiz mumkin va odamlarning kayfiyatda bu o'zini aksini topayapti. Jurnalistlarimiz buni o'zlari his qilganliklarini qayta aytishyapti va bu obodlik har birimizni qalbimizga ko'chsin. Jurnalistlarimiz qalbiga ko'chsin va shu orqali biz yangi materiallar tayyorlab, jurnalistlik ishlarimiz orqali xalqimizga, o'sha jurnalistlarimiz rivojiga xizmat qilishimizni tarafdoriman. Farg'onada yangilanishlar katta, shiddati shu qadar tezki, bir kunlik sayohat orqali uni qamrab olish mushkul. Press turning navbatdagi kuni tafsilotlari haqida kelgusi dasturlarimizda hikoya qilamiz.